Timur aka 100 ming dollar pulim bor yoki qaysidir obunachimizdan 100 ming dollar puli bor. Nima mashina olishni bilmayapmiz. Tavsiya bering. Shuncha puli bor odam o'zi qanaqa mashina olishni biladi. Mayli, men sizga shu pulingizga segmentga mos mashinani taklif qilaman. Bo'ldi, gap yo'q aka. Bo'lmasa sedandan boshlaylik. Sedandan boshlasa, birinchi 5-seriya BMW G30, G60 sostaviniga qarab 70 mingdan 100 ming dollargacha olsangiz bo'ladi. Mercedes keladigan bo'lsa, Y-klassdan yaxshisi yo'q. 214 kuzovi bemalol 100 ming dollarga olasiz. Crossover olmoqchi bo'lsam-chi? Crossover keladigan bo'lsa, X5 bilan va X7. Buni sostaviniga, pozitsiyaga, yiliga qarab 100 ming dollargacha olishingiz mumkin. Mercedesdan boshlaydigan bo'lsa, GLE va GLE kupasi. SUV-danchi aka? X7 aytdimi? U ham SUV ga kiradi. Mercedesdan GLE'ni olsangiz bo'ladi, faqat eski rostdan. Lutchi men sizga maslahatim Lexus yoki Toyota 300 ga olishingiz kerak. Kupe olmoqchi